jo'nasangiz, liboyni yasab o'rnatib beramiz inshaalloh. Tog'a, qalay, darvozamiz yoqdimi? Darvozalarimiz Endi o'rnatib original darvoza bu o'rganikan. Hozir ana zakaz qilingan. Original darvoza jamoasidan original sifatda yasalgan darvozamiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumaniga o'rnatdik. Razmerlari kelsa, ya'ni razmerlari eniga 4 metr, bo'yiga 3 metr. Nalichkalarini chiqarganmiz. 40 santimetrdan nalichka chiqqan. To'liq aylanasini shivirlar qilib yasaganmiz. Hop, aylana profillarimiz 6 ga 4 dan bo'lgan original nejiverkalarni yopishtirganmiz 09 stenadagi. To'liq original variantda yasalgan darvoza. Motiviy kraska qilganmiz. Banishni toza kraska, toza motiviy lak sepganmiz. To'liq ichini shumka qilganmiz. 2 qavat 2 sulok shumka qilingan. Dislari 1.8 da bo'lgan, oldi orqasiga 1.8 dan 2 qavat dis bosganmiz. Ruchkalarini qo'yganmiz. 4.2 dan. Nejiverka yopishtirganmiz to'liq. Ochilib yopilishlari ham prosta inomarkani damini beradigan holatda. Bu baho berishlaring mumkin. Kimga shunaqa darvozalar kelar bo'lsa, ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqishlaring mumkin. Original darvoza jamoasidan original sifatda tayyorlab, o'rnatib, uni O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Liboy ko'rgan rasmdagi darvozani jo'nasangiz, liboyni yasab o'rnatib beramiz inshaalloh.